Biz odatdagi ahvolda ko'rgan tor bekat, yumshoq detallar yoki shularning ko'rinma yuzi odatda UI loyihasi deb ataladi. Biz ularni ko'rgan vaqtda bir butun umumiy bir gavdasini ko'ramiz. Masalan, uningki loyihalovchininki loyihalash jarayonini, o'rinlashtirish jarayonini, shuni qanday o'rinlashtirishning sabablari degandek narsalarni ko'rmaymiz. Ham bilib bo'lmaymiz. Ham bu UI loyihasi boshqa loyihalarga biroz o'xshamaydi. Biz boshqa darslarda ko'p so'zildi. Photoshopninki, masalan, rasm bartaraf qilish darsliklarida, mark loyihalash darsligida, Photoshopning qurollarini tushuntirish darsligida men ko'p so'zlab ketdim. Ham UI loyihasi uchun albatta shu xil narsalarni bilishga tegishli bo'ladi. Ammo UI loyihasi shu loyihalardan mukammallikni talab qiladi. O'rinlashtirish jihatdan, mazmun jihatdan, programma jihatdan, ondan keyin tor ziyoratchilarining ehtiyoji jihatdan bu nurg'un narsalarni o'ylashim saqlanmaydi. Mushkil loyihalarning hammasi oddiy kichik bo'lgan UI loyihalardan tuzilgan bo'ladi. Men bundan keyingi darslikda mushkil bir mukammal UI ningki loyihalanib chiqishining jarayonini oddiy misollar bilan tushuntiraman. Ham tuanda men bir kichik katakchini yoki mushu navbatdagi UI ningki o'zidagi navbatdagi mushu ikki katakchininki birisininki qanday loyihalanish jarayonini ko'rsatib o'taman. Qolgan narsalarni asta har birisini kichik bir misol orqali tushuntirma. Oldin qatimlarda biz so'zildik, izlash ramkasini tuzish, tizimlik rayonini tuzish, tor bekatninki tug'ini belgilash mush jarayondagi darslarni men so'zlab o'tdim. Endi tuandikiga o'xshash bir misol tuzib boqaylik. Hemen buni sal cho'ngaytib ko'ray. Ham tuandiki mushturni loyihalagan vaqtimizda biz asosan yo'l qurollaridan foydalanamiz. Chunki UI loyihasida ko'p qo'llanilgan qurollarımızdan birisi. Bunda vaqtda biz yo'l quroli bilan loyiha tuzgan vaqtimizda programmer agar bizningki UI'imizni topshirib olgandan keyin qurolni tanlablam eklab cheksa, buningki razmeri chiqamayadi. Masalan, 325 px kenglik, 337 px egizlik, YX nuqtalardagi o'rinlar degandek. Bu hamda o'zi belgilash jarayonida CSS kodida DIY shakldagi narsalarni belgilash jarayonida o'zi bekitib oladi. Bu programmerga nihoyat qulaylik qilib keladi. Shunga bu xil narsalarni asosan yo'l quroli orqali tuzaman. Men endi bu loyihani tuzish uchun hujjat tizimligidan yangidan qurish turini ochdim. O'xshashlam 779 ta 559 px bir ramka ochdim. Ochgandan keyin yo'l qurolidan shu tiktot bilan shakldagi shaklsiz qurolni oldim. Hozir shakl oltida ekan, buningki ma'u siziqninki rangi 0, ichiga to'ldirilgan rangini oq rangli qilib bekitay. Ondan keyin buningki cho'ng kichikligini muvofiq qilib olaman. Albatta, o'zimizninki tor bitimizning ehtiyojiga asosan olamiz. Men ma'ni misol o'g'anlik uchun mundaqlam ilib turdim. Ham bu oq qismi oq ranglik, o'zim oq ranglik o'g'anlik uchun faqat kelolmaydi ekan, shunga oq ko'rinishning rangini navbatga oldi ko'rinishning rangiga o'zgartirdim. Masalan, E2 rangam bu. Knopka taqsidan oldi ko'rinishni navbatga qavatga to'kish uchun Alt Delete knopkasini bossam bo'ldi. Endi buni bekitib olgandan keyin muvofiq o'ringa qo'yib. Qarasam loyihada qanday ekan bu bir temisi bor ekan. Temining ostida bir siziqchisi bor ekan. Bu siziqchini sizib chiqaman. Siziqchini sizish uchun ma'u qurolni tanlab, siziqchining rangini kulrang qilaylik. Ma'u ichiga to'ldirilgan rangni yo'q qilib etdim. Siziqchining tomligi ma'noda sal tom bo'lib ketibdi. Biz muvofiq qilib tanshab siziqchining shaklini tanlab oldik. Ondan bu o'rindan ekeldim. Hozir siziqchimiz cho'ng'o, ma'u xilli cho'ng chiqibdi. Cho'ng chiqqan bo'lsa, buningki razmerini men yana texnik kichiklatay. O'rinni muvofiq tangshigandan keyin keyingi bosqichda qarsam rasm bor ekan. Rasm uchun men mayaga bir parcha rasmni olib qo'ydim. Bu rasmdan muvofiq o'rinni kesiman. Kesib olganda tanlash qurolining chambar shaklli qurolini ilib, shift knopkasini bosib turib, chambar shaklidagi tanlash rayini hosil qilaman. Ondan buni bir nusxa ko'chirdim, eklab betning ustida buni chaplab beraman. Rasm bek cho'ng bo'lib ketibdi. Kichiklatish orqali bu yerga eklaman. O'rinni muqim bekitib olgandan keyin mousening o'ng knopkasini chekib, buning bir unum beramiz, ya'ni girvak. Girvakning rangini o'zimizningki shu loyihamiz, umumiy betning loyihasi qanday bo'lsa, shu xil loyiha shakliga olamiz. Jazmlashtirdim. Buningki tomligi 3px6 tursin, jazmlashtirdim. Ondan yana ma'u tiktot bilan shaklli qurolni ilib,
Knopkadan birini alamızmı yani? Chiziqni yo'q qildik. Rangni muvofiq rangga tanladim. Tanlab bekitib olgandan keyin navbatki bizningki UI'imizningki shu loyihalash jarayoni umum jihatdan bitgan bo'ladi. Yani buningki o'ttirg'a kelishgan emasligini muvofiq tanishib, knopkaning cho'ng kichikligini qisaqlan bo'ldi bekitsak. Endi qarasam umum jihatdan meningki loyiharimga o'xshabdi. Umum jihatdan o'xshabdi. Xatlarni yozib etsamlar bo'ladi ekan endi. Davasa xatlarni yozib o'tay. Tekst rayondan uyg'urchasini tanlab en ko'p javob berguvchi degan gapgan xohlagancha bir narsa yozsak bo'ladi. Masalan, mana elbette programma tuzguchi deb qo'yaylik. Program tuzguchi ism yoziladi ekan. Yerga men Muxtor Roz deb yozay. Yordam bilan tanishtirish var ekan. Tanishtirishni oq rangli qilaylik. Bunda o vaqtida o knopkaning ustida sal yorqin chiqadi degan gap. Mana yordam degan turni juzrang shaklda olaylik. Va qizil olib kesimi bo'lmaydi. Muvofiq holatda qilib juzrang shaklda olaylik. Ondan qolgan ko'rinishlar mushkul holatda bo'lsin. Ham bularningki o'rinni bekitishda, masalan, ma'vo tanishtirish bilan yordam degani bir tusi qisda turish kerakda. Shuni buni ostga qaysi ostida bo'lsa shuni to'g'rilab qo'ydim. Ma'ning bilan ikkisi o'ttirga to'g'rilanish kerakda. Bular hozir muvofiq to'g'rilangan ekan. Ma'vo sal bir tarafga chiqyapti rasm. Rasm bir tarafga chiqib olgan bo'lsa, bundoq ekilib muvofiq o'ringa tangishlayman. Mushkul shaklda bo'lsin. Navbatga bizningki loyihalarimiz bitgan bo'ldi. Endi buni loyihalovchi yoki programmer buni qanday qildi? Biz o'zining ehtiyojiga asosan biz bekitib bergan tur bo'yicha har bir turini cheksam, uningki nimasi chiqadi? Razmerlari, o'lchim chiqadi. Undaki shuning asosan tor bekatga yoki program tuzishga munosabatli o'ringa kirgizsa bo'ladi. Ma'sal ustiga chiqibdi, asta to'g'rilaydi. Ma'quldikdek asta to'g'rilashga ehtiyoji yo'q vaqtida, masalan, asta to'g'rildi. Ma'ni taraf to'g'rildi. Muvofiq bo'lsin. Hozir bo'pti. Mushkuldek bekitimiz.